Bu yil ushbu tanlovning jami Surxondaryo viloyatida 796 ta maktab jamoasi ishtirok etgan va 796 ta maktab jamoasidan eng saralab olinib tuman bosqichida faxrli birinchi o'rinni olgan birinchi 15 ta jamoa ishtirok etmoqda. Viloyat bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoaga 250 million so'mlik mukofot puli, ikkinchi o'rinni olgan jamoaga 200 million so'm mukofot puli hamda uchinchi o'rinni olgan jamoaga 150 million so'm mukofot puli berish ko'zda tutilgan. Ushbu mukofotning 25% o'quvchilar o'rtasida, 25% tayyorlagan o'qituvchilar o'rtasida hamda 50% maktabga ajratiladi. Bu yerdagi imtihon muhiti juda ham yaxshi o'tdi. Biz uchun yaxshi sharoitlar yaratilgan. Ushbu darajaga yetib kelishimizga sababchi bo'lgan ustozim va ota-onamga rahmat aytaman. Hozirgi jarayon juda ajoyib o'tdi. Baholash va tartib nazorat juda intizomli va haqqoniy bo'ldi. Biz bunga barchasiga rahmat aytamiz va shunday tanlovlar bo'layotganidan hukumatga, prezidentimizga, mamlakatimizga rahmat aytamiz. Bardavom bo'lsin va bu yerda hammaga omad tilab qolaman.